Mana shunday yomg'irli va romantik ob-havoda salom va tabriklarimizning birinchi soniga start beramiz. Agar tayyor bo'lsanglar, biz boshladik. Demak, bizda birinchi tabrik. Aka, to'g'risini ayting, men bergan $1 nimaga ishlatasiz? Tushunmadim. Salommi yo savolmi? Ha, mayli, so'ragan ekansiz. Siz bergan $1 ga men samolyot sotib olaman. Xo'sh, keyingi savolga o'tamiz. Aka, 27-iyun kuni tug'ilgan kunim, 26 ga kiraman, sizni kuzatib boraman. Rahmat Rustamjon, o'tib ketgan bo'lsa ham hechdan ko'ra kech yaxshi degandek, tug'ilgan kuningiz bilan, o'tib ketgan tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz Rustamjon, uzoq umr ko'ring. Keyingi salom va tabriklarga o'tamiz. Alisher ismli foydalanuvchimiz, bu ham 27-iyun kuni ekan. Hurmatli Dinozaxon, sizni tavallud 39 yosh bilan tabriklayman. Sizga uzoq umr, xullas, juda ham ko'plarda yozibdilar. O'g'lingiz, farzandlaringiz Muhammad Yusuf va Fayzullohlar nomidan bitta narsani iltimos qilgan bo'lardim. Bu jonli efir juda ham uzun bo'lib ketmasligi uchun iloji boricha 4 ta, 5 ta, 6 ta so'zlardan foydalansanglar. Bu yerda 40 ga yaqin so'zlardan foydalanibsizlar. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham biz Dilnozaxonni 39 yoshi bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Salomat bo'ling Dilnozaxon. Baho 07 Koryadan WOX ru 4 Chida Qobiljon, chida, bu $1 to'lagan, endi o'qishing kerak. Sen sevaman Upich Abu aka yetsa iltimos shu azoblamanglar meni, iltimos azoblamanglar. Abdullayev bu foydalanuvchimiz ham juda ham ko'p tabriklar jo'natib yuboribdi. Assalomu alaykum o'g'lim Muhammad Ali, seni bugun tug'ilgan kuning bilan tabriklaymiz. Senga uzoq umr, baxt, saodat va boshqa tilaklarni hammasini bildirib qolamiz. Abdullayev tomonidan. Sog' bo'lsin. Shavkatxon what? Shahnoz, bu menga skrinshot qilib jo'natibsizlar-ku, salom va tabriklar. Ularga qandaydir bir so'zda cheklov qo'yish kerakmi? Bir 4 ta, 5 ta, borani 6 ta so'zdan foydalansin. Hozir qarang, bittasi Shavkatxon degani Premqul Qodirovning Yulduzli tunlar romanini shunday ko'chirib turib jo'natib o'rgandi. Bu na o'qib bo'ladi buni, na boshqa. Kelinglar, bir bitta narsani nima qilinglar, sal ishlatib yuboringlar, qo'rqmasdan, yelkani tepasidagi yumaloq shar, qo'rqmasdan bir ishlatib yuboringlar, iltimos sizlardan. Xo'sh, va bizda bu oxirgi xabar edi. Shu bilan bizda bor yo'g'i ko'ryapsizlar 5 dona xabar kelgan. Bir O'zbekistonga o'tib, registratsiya qildirib oldik, kirib chiqdik. Endi navbat Qozog'istonga, faqat O'zbekiston ichidan Kelesdan o'tib ketmasdan, bu yoqdan Tarazdan o'tib ketmoqchiman. Tarazgacha 800 kilometr ekan O'shdan. Menimcha bir kunda ulgurmaymiz, 1,5 kunda o'sha biz Qozog'istonda bo'lamiz. Videolarni ko'paytirib yubordim, ko'rayotgan bo'lsanglar, kuniga 5 ta, 6 ta, 7 tadan qilib videolar qo'yib tashlayapman. Ulgurmayapsizlar. Juda ham nima deydi, aktiv bo'lishlaringizni so'rab qolaman. Sayohatda keyin tushunmay qolasizlar, qayerga, nima bo'ldi, qanday bo'ldi, savollaringiz ko'payib ketadi. Videolar hammasini ko'rib borish kerak. Albatta bilasizlar-ku, menga prosmotri ham, like ham hech qachon qiziq bo'lmagan, tug'ilganimdan beri qiziq bo'lmagan, menimcha o'lganimgacha ham qiziq bo'lmaydi. Endi shunchaki sayohat zavqini ulashib bormoqchiman sizlarga. Demak, Tarazga qarab yo'lga chiqdik. Yo'lda o'tib ketib, qayerda mana qovunlar sotilyapti ekan. Bitta qovuncha oldik. Mana shu yerda so'yib yeymiz. Qovun. Albatta bunday qattiq xilparab turadigan bayroq nima ham bo'lsin, men 1,5 kilometrda yirtiladi.
Buni ko'ryapsizlarmi, qanaqangi kuchli hilpirashini. Yonboshdan uncha bilinmas edi. Mana bu quyosh orqa tomondan tushib turganligi uchun mana aniq-tiniq ko'rinyapti qay darajada hilpirayotgani. Ha, bu o'sha ayni Norin daryosi, Namangan viloyatidan oqib o'tuvchi juda ham mashhur suvlari bilan mana shunday dimlanib, sekin, chuqur, shoshmasdan oqadi. Bu To'xtao'g'il suv omboridan boshlanadi. Mana tepada To'xtao'g'il suv ombori bor. U yerdan hozirgina o'tdik, chiqdik. Uni pastda nimadir qilishyapti. Baliq tutishyapti ekan. Va mana bu yerda Qorako'l. Mana Qorako'y boshqa, Qorako'l boshqa, ikkalasi ikki xil joyda. Qorako'y No'qot tomonda joylashgan. Bu Qorako'l esa To'xtao'g'il suv omborining oldida joylashgan. Manzaraga gap yo'q lekin. Va mana shu Norin daryosining bo'yida mana bunday chiroyli joylar qilib qo'yibdi. O'tirib choy ichish mumkin ekan. Go'zal manzarani tomosha qilib. Uni to'g'rida esa baliqchilikmi nimadir bor ekan. Suv tekin. Qancha baliq bo'lsa boqaveradi ana. Mana bu Norin daryosi mana oldimizda turibdi. Anchadan beri birga kelyapmiz va yaqin 100 kilometr mobaynida Norin daryosi bilan yonma-yon, yelkama-yelka ketamiz mana. 100 kilometr. Mana shu yerdan ayrilamiz ekan mana. Bu yog'i O'zbekiston, bu yog'i Qirg'iziston. Biz to'g'ri o'zganga qarab o'tib ketamiz. Daryo esa O'zbekistonning ichiga qarab kirib ketadi mana. Uchqo'rg'ondan Namanganga qarab o'tib ketadi bu daryo. Men xuddi shu narsani nazarda tutgandimda, narigi yangi yo'liga ham toshlar tushib ketmasligi uchun mana shunaqangi 4 setka qo'yish kerak. Mana bu baliq boqadigan hovuzlarni ko'rib qoldik. Shundoqqina mana tunnelda oldida ekan. Mashinamizni qo'yib qo'ydik, bir syomka qilaylik dedik. Xullas, bularda atrofi setka bo'lganligi uchun suv bemalol kirib chiqib ketaveradi. O'zi aslida hovuz, faqat atrofi yopiq hovuz emas, setkalar bilan nima qilingan. Furachilar mana tanidi bizni. Uni ipni ko'ryapman, nariga qirg'oq bilan bu qirg'oqqa bog'lab qo'yilgan, suzib ketib qolmasligi uchun hovuzlar. Va yana kimda bu hovuzlar to'g'risida ko'proq ma'lumot bo'lsa, agar berib o'tsangiz xursand bo'lardik. Bilmaganlarga manfaatli bilim bo'lar edi. Menimcha mana ustini o'rab qo'yganida katta ehtimol bilan baliq bor. Chunki usti ochiq bo'lsa, qushlar qo'nib baliqlarni ovlab olib ketib qolmasligi uchun ham mana shunday qilib ustini yopib qo'yishadi. Yana bilmadim. To'g'risini balki bilganlar yozib qo'yar. Ma'lumot uchun bu Norin daryosi. Biz esa safarimiz davom etadi. Arkan. Shu yozda agar archa eksa ko'karadimi endi, u so'lib qolmaydimi?
Yo, hokim kelyaptimi ekan, nima deb o'ylaysizlar? Atak buni oson yo'li bor. Archaga o'tmasdan shunday o'sha daraxtlarni yashil kraskaga seporish kerak, gazonlarga qo'shib. Bo'ldi, problema hal. Sinalgan usul bu. Shuncha daraxtni ovora qilmasdan bir banka yashil kraska bo'ldi, problema hal, to'g'rimi? Nima deysizlar? Shu pervalda meni eng ko'p qiynaydigan narsa mana bu gruzovikda obgom qilib o'tish. Buni qiyinligini birinchidan biz tepalikka chiqib ketyapmiz. Mashinalarni gazini berib, bo'ykirtirib yurib chiqishim kerak obgom qilish uchun. Ikkinchidan yo'l anaqa jilan yo'l. Ko'rmaysanda 100 metr, 50 metr narini ko'rishda iloji yo'q. Mashina kelyaptimi, yo'qmi? Hozir mana qisqa masofada ko'rinyapti yo'l, maksimal 100 metr ko'rinyapti. Tavakkal qilib o'tib olyapman. Agar tavakkal qilmaydigan bo'lsam, ketaverishim kerak bo'ladi shu furan orqasida. Biz buni nomini faqatgina ertaklarda, multfilmlarda eshitganmiz. Susambil. Susamir deb yoziladi bu qirg'iz tilida. Endi o'zbeklar Susambil deb o'rganib qolgan. Mana Susambilda tabiati. Bayroqimizni hilpiratib, mana Susambilga ham yetib oldik. Tabiatni ko'ryapsizlarmi? Odam baqirib yorgisi keladi. Uzoqda qorli tog'lar. Susambilni ichiga qarab kirishni boshlaymiz. Bir pasda havo aynib yomg'ir quyyordi. Da shunsa bo'ladi, axir bu yer Susambil-ku. Havo har soniyada almashib o'zgarib turadi. Maktab o'quvchilariga mana shu videoni qo'yib bersanglar bo'ladi. Daryolar qanday hosil bo'ladi degan gapni mana isboti bilan ko'rsatib beraman. Tepalarni mana qorlar erib, mana bunday oqib jilg'alar mana. Ona pastda qor turibdi. Mana shunday, mana bu yoqda ham bitta jilg'alar oqib tushyapti mana tepadan. Tepada qorlar bor, eriyapti. Hozir endi iyun oyi-ku, eriyapti, ko'p qorlar erib ketgan. Mana shunday jilg'alar hammasi birlashib, mana unday soyga birlashadi, mana soy. Xo'p, bu soylar mana shunday jilg'alarning hisobiga bora katta bir daryo hosil bo'ladi. Mana shu daryolar tog'ning oxiriga borib turib bir to'g'on qilinadi, gez qilinadi. Ya'ni elektr toki ishlab chiqarish maqsadida suvni dimlashadi va yog'iga aholiga foydalanish uchun daryoni qo'yishib yuboradi. Daryolar aynan mana shunday kichkina jilg'alardan hosil bo'ladi. Maktab darsligiga bemalol mana shu videoni bolajonlarga qo'yib bersanglar bo'ladi. Sayohatchi Abudan maktab uchun maxsus video. Men hozir qayerda turibman? Qirg'izistonliklarga ajoyib savol. Mana u Chuy viloyati. Mana shu yerdan boshlab, mana chiziqdan boshlab bu yoqqa Chuy viloyati boshlanib ketar ekan. Mana mashinamiz Chuy viloyati. Demak, men Chuy viloyatida turibmanmi? Lekin
yana bitta paradoks bor. O yerda esa Jalolobod rayoni boshlanyapti, viloyati boshlanyapti. Jalolobod oblasti To'xtag'ul rayoni boshlanyapti. Mana shu chiziqdan boshlab. Demak, mana bu chiziqdan buyog'i Jalolobodmi yoki ana bu chiziqdan buyog'i Chuy viloyat. Men qaysi viloyatda turibman hozir? Mana qirg'izistonliklarga ajoyib savol. Qani bitta topinglarchi. Xullas, Arosatda turibman. Unisida ham emas, bunisida ham emas. Biz buni nomini faqatgina ertaklarda, multfilmlarda eshitganmiz. Susambil. Susamir deb yoziladi bu qirg'iz tilida. Endi o'zbeklar Susambil deb o'rganib qo'ygan. Mana Susambilda tabiati. Bayroqimizni hilpiratib, mana Susambilga ham yetib oldik. Tabiatni ko'ryapsizlarmi? Odam baqirib yorgisi keladi. Uzoqda qorli tog'lar. Susambilni ichiga qarab kirishni boshlaymiz. Susambilda yurarkansiz, ikki beti mana shunday to'la o'tovlar. Ana o'tovlar. Juda ham ko'p o'tovlar. Bular mana unday mana shu yerdagi chorvachilik bilan shug'ullanishar asosan. Mana kurdak, kimiz, qaymoq, may tokoch, xullas shunaqa narsalar sotib o'tirishadi. Tabiiyda bularniki, haligi ximikat emas. Yesang maza qilib orasan bularnikini. O'tovdi ichi hech kim yo'q. Buni egasi qani ekan endi? Mollar. Bu yerda esa O'zbekiston, Met Imperiya. Egasi yo'q bular. Nari bittani egasi bor ekan, o'sha qo'tamiz bo'lmasa. Mana chiqdi egasi. Assalomu alaykum. Qaymoq bor ekan. Bizga qaymoq bera olasizmi? Olib keling. Yeymiz. Qani bir tabiiy qaymoq. Supermarketlardagi bari ximikat-ku, yaxshi tabiiy qaymoq emasda. Qani qaymog'ingiz bir ko'rsatingchi, men qancha olishni o'zim aytaman. Hozir yo'q edi-ku odam bu yerda. Qayerdan paydo bo'ldi? Oho, ko'p-ku, menga bir piyola yetadi. Bir piyola? Ha? Bir piyola paket meni sotib berasiz. Paket bilan? Ya, men o'zimda piyola bor, olib kelaman, quyib berasiz, xo'pmi? Ne? Bu qiz men tushunmayapti nimagadir. Qani tushuntirsam bo'ladi. Hozir piyolani o'zini olib kelaydi. O'rgimchaklar. Qochib turinglar endi maqa. Men mana yerdan bitta idish olay. Mana shu yerda turib turinglar. Xo'p. Bitta qizil, bitta ko'k. Baribir qizilni hech qachon ishlatmaganman. Menga kerak ham bo'lmaydi, chunki sherigi yo'q-ku. Mana shunga qaymoq quyib olamiz hozir borib.
Вот и все. Qaymog'imiz. Qancha so'm berding? Bu sdachi 800 so'm. Oh. Endi mashinamizda o'tirib zavtira qilamiz. Bu yerga tinimsiz odam to'xtar ekan. O'shaning uchun mashinani anetga qo'yib olaman. O'sha yerda o'tirib zavtira qilamiz. Ha, dadasi mana qizlariga ko'pgina gul terib beryapti. Mana bu o'tlarni nimasi hidi shunaqangi zo'r chiqyapti. O'zi ham odamni bir jinni qilib qo'yadi deydi. Shunaqangi atirga o'xshab chiqyapti hidi. Shunaqangi zo'r. Otlar, mollar, xullas chorvachilik bilan shug'ullanishadi-ku. Bu yoqda soy oqib yotibdi. Bitta joyda shunchalik kadr bo'ladimi? Bitta joyda gullar, tabiatdan zavqlanayotgan bolalar, chorvalar, soy va mana mashinamiz. Med Imperiya hammasi bitta joyda jamlashganini qarang. Mana shunday chiroyli tabiat qo'ynida o'tirib, hozir mana shu qaymoqni yeymiz. Haqiqiy toza qaymoq, hech qanaqangi ximikat emas. Yo, bismillah. Agar mabodo Issiqko'lga eski Perival orqali bormoqchi bo'lsangiz, albatta Susanbilda to'xtab, bitta mana bunday tabiiy qaymoqdan yeb ketishni tavsiya qilaman. Tabiiy. Biz esa sayohatimizni davom etamiz. Mana bu yerga mana chaqchuqlarni qo'yib olganman. Pechin. Bu narsalar rolda ketayotib, yeb ketaveraman. Mana shu nima deydi, qo'lim yetadigan joyga qo'yilgan. Mana kimdir salom beryapti mana. Assalomu alaykum. Videoga chiqib qoldingiz, rozi bo'lasiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Qanday, sog'ingiz yaxshimi? Zo'rman aka. Qanday kelyapsiz? Zo'r aka. Mana bu yerda bir quticha turadi. Ahamiyat bergan bo'lsalaringiz, doim videolarda o'sha quti mana bu. Men bu yerga doimiy borka qiladigan narsalarni solib yuraman. Mana bu tagida turadi. Xo'sh. Shunday qilib solamiz. Чтобы tagi yumshoq bo'lib tursin-da, ana taqir qilmasin yo'lda deb. Mana bu pilisos. Ya bu havo purkaydigan ekan, mana pilisos. Va pilisosda tishlari mana har xil nasatkalari bor. Mana shu narsalarni shunda olib yuraman hammasini. Va changartadigan lattalar. Mana bu esa pol latta. Mana bu yerda o'zi kichkinagina 2 qarishli polimiz bor. Artani. Hey, musor. Bu yoqqa musorni doim o'zim bilan to'plab yuraman salofanga. Hamma narsani ichiga joylab, buni mana shu yerga qo'yib qo'yamiz. Hoppa, mana shu yerda turadi. Ha, bunisida esa odatda produktlarni saqlayman. Endi bunday go'zal tabiatda o'ziga yarasha minuslari bo'ladi. Masalan, eng katta minuslaridan mana 79% bo'ldi mana bu jonivor. Bir yarim soatdan oshtira 40 minutlarga yaqin bo'ldi shuni zagruska qilayotganimga. Shunaqada tabiat qo'ynini tanlasangiz, bunga chidashingiz kerak bo'ladi. Agar yo'q bunga chidamayman deydigan bo'lsangiz, unda shaharga, shovqinga borib, o'tirib o'sha yerda dam olishga to'g'ri keladi. Siz antena yaxshi emasdir-da deyishingiz mumkin. Antena mana 3 ta antena. O'zi Qirg'izistonda 3 ta kompaniyasi bor-ku. Oshka, Beeline, yana qaysida? Xullas 3-esimdan chiqdi. 3 ta aloqa operatori bor, uchalasiniki bittadan mana qo'yib qo'ygan. Tezligimiz esa shunaqa nochor holatda. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I
see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's Yeah, chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't Shuning uchun bu yerdan ketamiz. O'rgimchiklarni yana pastga olamiz. Joy-joylariga hammasini. Mana tashqarida ham yomg'ir yog'ish boshlandi mana. Yomg'ir tomchilashni boshladi. Endi antennani oldi bo'lganim bilan mana men bugun shu 10 ta video qo'yaman deb rejalashtirib qo'ydim. Mana shunday bizga bog'liq bo'lmagan narsalar ham bo'lib turadi. Antennani tagida bo'lishiga qaramasdan zaguzga bo'lmaydi hech narsa. Yemikni ichamiz, kompotimizni ichamiz. Oldimda ketsin bular qo'l yetadigan joyda. Bu esa telefonlarim. Mana oldimda ketishadi hammasi. Endi stollarni yuklab jo'naymiz. Antennalar hafsalani pir qilishdi. Shunday ajoyib tabiat qo'ynidan shahar tomon yuramiz. Bo'lmasa videolarimizni yuklay olmayapmiz. Tabiat lekin zo'r. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdikmi Karl? Onam ketdi o'zim. leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Maybe next year in Madrid or on some quiet mountain ridge, I'll see you turn and I'll be brave. But what if courage comes too late? Oh, traveler, the world is your open gate, and I just stood. Mana bu yerda yaxshigina probka. Menimcha o'sha probka hozir mana bu yerlarga ham keladi. Tor joyda osh yeguncha keng joyda mush deganlardek, men mana bu joyga to'xtab oldim. Qachon probka yurib ketsa, keyin yurishni boshlayman. Ungacha 5-10 minut davom etadi. Mana bu esa Susanbul vodiysi. Mana bu yerda esa mana bu qor ko'chkilariga qarshi mana unday ayvon qilib qo'yilgan ekan mana. Ayvon. Tagidan o'tib ketaveradi mashinalar. Juda ham yaxshi. Probka borgan sari uzayyapti. Juda ham sekin harakatlanyapti probka. Tepaga qarab sekin yursa mashinalar qiziydi odatda. Biz esa mana shu yerda tanamsiz turamiz 5 minut. Kiprda bayrog'i. Aytdim-ku. Ana o to'g'ri probka mana. Mashinalar sekin chiqib ketyapti tepaga qarab. Yurib oxiri mana yerga keldi ana. Sekin mana ular bo'lib shuni to'xtagan, yurmayapti ham. Yana 5 minutdan keyin mana shu oldimgacha keladi bular. Biz Karl bilan ungacha mana bu mayda chudalarimiz bordi, yeb turamiz. Karl, bo'g'irsoq yeysanmi, pechenemi nima yeysan?
jillan yo'l ekanligini mana kartadan ko'rsa ham bo'ladi. Aylanib chiqib ketaveramiz tepaga. Mana shu tepadan, tog'dan mana ko'chga tushadimi, qormi, toshmi, nima bo'lsa ham mana naves qilib qo'ygan. Naves ustidan pastga qarab tushib ketaveradi. Hozir oldiga boramiz, ko'rasizlar. Orqasiga qizil latta bog'lovlarga boshlanlarni ko'p ko'rganman. Lekin bu paqircha ilvalarga boshlarni endi ko'rishim. Mana yaqinlashtiramiz, imkonim boricha. Ko'ryapsizlar, paqircha. Bu qanaqadir urf odatmi? Bilganlar yozib yuborsin, nima ma'noni bildirishini paqirchani. Mana jangchilarim, bizni Qirg'iziston bo'ylab safarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Qirg'iziston bo'ylab davom etgan 20 kunlik sayohatimiz davomida biz Laglan kanyoniga bordik, Qoraqo'yga bordik, Issiqko'lga, Papansi ombori, To'qtagul suv omboriga, yangi ochilgan yo'lda obzorni qildik, noldan boshlab hamma joyini, eski yo'lini, Susanbirni ko'rdik, Bishkek, O'sh shaharlarini aylandik. Xullas, mana shu biz 20 kunlik sayohatimiz davomida sizlarga Qirg'iziston to'g'risida ozgina bo'lsa-da ma'lumot bera olgan bo'lsak, kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa, demak biz o'zimizni baxtiyor his qilamiz. Endi bundan buyog'i hozir Qozog'istonga o'tyapmiz. Bundan buyog'ida sayohatimiz Qozog'iston bo'ylab davom etadi. Bular o'chirtda turgan furalar. Bu esa bizning mashinamiz. Ko'rib turibsizlar, 500 metrcha bor. O'chirt juda ham katta, chegaragacha. Hamma navbatimiz kelib qolar.